Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibetu lil muttaqin. Ve la udvana illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahabetihi ve men ettebaahum bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. فقال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني في حكم الأربعة الأخماس. Biz yuqorqi faslda g'animatni 5 ga bo'lamiz degan. 5dan biri shu oyatda belgilangan 6 qism yo 7 qism, ba'zi 3 qism dedi. Shular tegishlik deganda. Ya'ni Rasululloh buni topshirib olib, shularga sarf qilib berdi degan. Endi 5dan biri hech ketgandan keyin 5dan 4 qismi qoldi. Shuni hukmi nima demoqchi? وأجمع جمهور العلماء على أن 4 أخماس الغنيمة للغانمين. Barliq olimlar birdek ittifoq kelgan yerimshada 5dan 4 qismi g'animatning shu g'animat olgan jangchilarga tegdi dedi. İza kharaju bi iznil imam, bu qo'shin shu jangga, shu g'animat ilishga chiqqan chaqda imomning ruxsati bilan chiqqan bo'lsa, ya'ni shu davlat raisining, mudofaa ministrining yoki bosh qo'mondonning ruxsati bilan atlanib chiqqan bo'lsa, o'ljagan bo'lsa, undan 5dan 4ni jangchilar o'zi oladi. Buningda ittifoq. Vaqtalafu fil kharijina bighayri idnil imam. Yani imamning ruxsati yo'q ekan, lekin bu jangchilar shuna turiblar, biz shunda bir plan bir dushmanni so'qib kelmaylimi deb yuqorida ruxsatimiz o'zi chiqibdi. Jang maydoni yaqin bo'lgan ekan. Bir plan bunda qilib kelmaylimi deb o'zligidan atlanibdi bular. Buningdan da g'animat olib qolsa bu qo'shin ash jangchilar 5dan 4 qismini olamdi, ammamdi. Bunda ixtilof bo'ldi deydi. Va fi man yajibu lahu sahmuhu min al-ghanima. Yana qanday kishilarga shu g'animatdan 5dan 4 qismdan o'zining nasibasi tegdi, qanday odamning nasibasini ololmaydi masalan. Ya'ni nasibasi bormi yo'qmi? Va mata yajibu, qachonda nasibasi shu chaqda elish vojib bo'ldi. Chunki g'animatni masalan shu olgan chaqda uni ololmaydi. Elib jang to'xtab, buxgalter ambach o'tkazilib, amanchilik narsa bo'libdi deb edit sanni olgandan keyin ondan bir xotirjam bir yer kelgan chaqda anda buni taqsim qildi. Yoki musulmonlar to'liq boshqarayotgan rayonga kelganda andan taqsim qildi. Shu qachon vojib bo'ldi demakchi. Taqsim qilishligi safiy degan ma'noda. Masalan, ba'zi safiylar bo'lishi mumkin, ya anfal tartiqlaydigan ishlar tartiqlashi mumkin. Demak, ma'lumda qachon oldi shuni? Qachon ilishga loyiq qildi dedi. Va kam yajib. Da'niga shu ulishni asosan shu bir jangchiga qanchalikdan tegadigan gap. Bu jangchininki har xil alatlar va atliq va pishadi va shunama qanchalikdan oladi. Va fima yajuz lahu min al-ghanimati qabla al-qasmi. Yani taqsimot qilishdan ilgari 5dan 4 qismini jangchilarga taqsim qilib berishdan ilgari osh g'animatdan o'sha jangchilar qanchalik ishlatib tura oladi. Masalan, tomoq varken, tomoqni yegash tura olamdi. Halab varken otlarga bagash tura olamdi. Benzin yo boshqa narsa bo'lsa, mashina nimalariga motorlar qo'ya olamdi masalan. O'sha ishlatadi. Ya to'g'ib ketgan bo'lsa, kiyim-kechak bo'lsa, yepinib ishlatadi masalan. Yani taqsim qilishdan ilgari osh g'animatdan qanchalik foydalana oladi bu. فالجمهور على أن 4 أخماس الغنيمة للذين غنموها خرجوا بإذن الإمام أو بغير ذلك. Ma birinchi masalaga kelib to'xtalsak, ko'pchilik shu qo'shin imomning ruxsati bilan chiqqan bo'lsin yoki imomning ruxsatisiz o'z beshimchilar qilib ketgan bo'lsin, g'animat oldi. Olgandan keyin mush g'animatning 5dan 4 qismi shu jangchilarga taqsim qildi. 5dan 1 qismi Rasululloh tasarruf qilish uchun ayrildi. 5dan 4 qismi mush jangchilik qildi dedi. Demak, bu jumhur azar ayrimida. Ruxsat qilgan bo'lsin, ruxsat qilmagan bo'lsin. Nima uchun esa li'umumi qawlihi ta'ala wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu va lirrasul va lidil qurba va yatama va masakin va ibn sabil. Demak, bu oyatda hozir sizlar g'animat olgan narsaning zodi 5dan 1i o'sha lillahi va lirrasul va lidil qurba mushullig'i kildi dedi. Ya'ni 5dan 4 qismining gapini qilmadi bu yerda. Lekin bu yerda shu g'animatlar olsanglar 5dan 1i mayan qarilib ketadi dedi. Undan keyin 5dan 4ta aniq ma'lumotni buningdan shu jangchilar oldiganlar. Yani Resulullah'ın taqsim qilib berish va amaliy ahvoldan ma'lum aniq. Uni deb o'tamizun tushunishga o'g'achqa uning gapini qilmadi. Endi ma g'animtum bo'lgan ekan, ma mishada sig'atu fidul umum. Yani g'animtum min shay'in bi iznil imam aw bi g'ayri iznihi, har qanday ahvolda olgan o'lja 5dan 1 ayon ketadi dedi. Undan ekan imom ruxsat qilmagan bo'lsa-mu, mushul chiqib
o'lja olgan bo'lsa, 5dan 4 qismini jangchilarga taqsim qilib berildi. Va qala qavmun, bu qarashliklar hamda Hasan al-Basriydek ba'zi tabi'inlar bo'lishi mumkin. İza kharajat as-sariyatu aw ar-rajulu al-wahidu bighayri idni al-imam fa kullu ma saqa nafalun ya'khudhuhu al-imam. Nafalun degani mishada shu g'animat. İmam o'zlam ilib oldi uni. Mesela imomning rusulidan chiqmadi. Davon ekan, bu olgan o'ljan bizning xazinaga kiribdi deydi. Va qala qaumun bal ya'khudhuhu kulluhu al-ghanim. Bunda ahvolda buning hammani shu o'ljagan jangchilar aşılam oldu. O 5'ten 1'e deb taqsim qilib, o 20%ni manga qaraydigan shu. O'zlam oladi debdi. Bu qavm hozir mush qarashkilar kimlar? İmam Abu Hanifa. İznisiz chiqqanmi deb. Hozir mushu iznsiz chiqqanlardan-da. Masalan, izni bilan chiqqanda ittifoq. Hammaylar. Hozir iznsiz chiqqanda ixtiloflashdi. Jumhur o'xshashdi. Hasan Basri ruxsatsiz chiqqandan keyin jangchi hech nima olmaydi. Davlatning xazinasiga kiribdi dedi. Endi Abu Hanifa dedi, bal ya'khudhu kullahu al-ghanim. Ya bu ruxsatsiz chiqqandan keyin jangchi o'zining shaxsiy ishi bu. Jangchi o'zi berib plan g'animat deb keldi, o'ljaldi. U o'ziningki imom uni 5dan 1ni olmaydi, 5ga taqsim qilmaydi demakchi. Demak, bu 3 qarash bo'lib qoldi. Endi Imom Abu Hanifa menda ayirgan aslan. Hanifi mazhabda zo'r kuchi va menda bir guruh qo'shin bo'lib qolsa, zo'r kuchi va qo'shin bo'lib qolsa, uning g'animatini shu odatga ittifoq kelgan o'rinda taqsim qilganda endi taqsim qilamiz deydi. Sen bir cho'ng qo'shin chiqib qolsa, Hanifi mazhabda ittifoq kelgan o'rin bilan o'xshash taqsim qilaveramiz. Ya'ni imomning ruxsatisiz bir cho'ng bir qo'shin chiqdi. Odatda darhallam bir o'zini qo'g'day oladigan, tutisha oladigan bir qo'shin bo'lsa, bu chaqda yana 5 ga bo'limiz, bir qismini lillahi va rasul va zul qurba, 5dan 4 qismini taqsim qilamiz dedi. Yani bununki manda o'zini qo'lday olmaydigan bir ishga ya tövbe şeydan masalan. Manda bir necha yillam shunda bir chiqib o'qimaylimi deb chiqib o'ldirib kelgan bo'lsa, bu da shaxsiy bir ahvol bu. U o'z oldi bir xil tavakkulchilik qilgan ekan. Bu qo'shinning hamma jangchilarningki birdakalik cho'ng kuchiga tayanmagan ekan bular. O'zining tavakkulchiga tayanmagan ekan o'zi oladi deb. Bir adam bo'lsa ya, ikki adam bo'lsa, yoki shunga o'xshash 5-6 aylan o'zini bunda rasmiy qo'lday olmaydigan zo'r kuchi yo'q bir qo'shin bo'lib qolsa, bu chaqda o'zi ham oladi, o'zining shaxsiy o'ljisi debdi. Abu Yusuf degan buning chek-chegrisini 9 qadar to'xtatibdi. Masalan, aqallul adadul mani' desa tesadüf. 9 kishiga qadar, masalan 8 kishi chiqib qolsa, bular olgan o'lja, ya'ni imomning ruxsatiz chiqdi, qo'mondonning ruxsatiz chiqdi bular. Chiqib o'ljagan bo'lsa, bular olgan o'ljini o'zlam yanch qilsaldi dedi. Agar 9-9-chi qilib qolsa, ondan odatda g'animat qanday taqsim qilinsa, 5 ga bo'lib, 5dan 1ni ayirib o'tib, onda 80%ni shu jangchilarga taqsim qilindi dedi. 9-chi qilib ketdi demakmi? Hanifi mazhabda zodi bir dushmanga uchrab qolsa, o'zini qo'g'day oladigan bir guruhning hajmi qanchalik bo'ldi deb, masalan 9-10 degandek bunda bo'lib qolsa, bular hech bo'lmasa etishib o'zini salomat yana qo'g'dab bundan nima qila oladi. Agar az bo'lib qolsa, o'zini qo'g'dayman dushmanning qo'liga tushib ketadigan son deb bunda bir o'lchab, Abu Hanifa 1-2 yoki endi o'zini qo'g'day olmaydigan dedi. Lekin san belgilamadi. Abu Yusuf 9 deb bilgan. 9 kishilik bir atraf bo'lib qolsa, o'zini qo'g'day oladi. Vaqtida oldisini nimaga? Shu odatdagidek imom 5dan 1ni ilib tasarruf qildi, qolgan 80%ni jangchilarga taqsim qildi. G'animat olgan shu 9 kishilar. Odatda bunda nima atraflar bor, ba'zi bir vazifani o'rindab qiladigan zarbadar atraf, avangard atraflar bor, komando masalan. Chaqqonlik bilan chaqmoq tezligida bir bilan bir ishni qilib bilan qaytib qildigan. Odatda 10 atrofida bo'lgan bo'lishi mumkin. Fal jumhur tamassaku bi zahiril aya. Demak, ko'pchilik olimlar mush oyatda umum qatada sanoatda unda ayrim imomning ijozatisiz deydigan yo'q. Davomdan keyin o'xshash taqsim qilamiz, odatdagidek debdi. Wa haula ka'annahum i'tamadu suratul fi'l al-waqi' min zalika fi ahdi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Yani bu olimlar Rasulullahning davridagi bo'lgan ishning ahvoliga qarab degan bo'lishi mumkin. Chunki Rasulullahning davrida barliq qo'shinlar Rasulullahning ruxsati bilan chiqdi deydi. Rasululloh ivazida chiqdi. Endi o'zligidan chiqib nima qiladigan ish yo'q dedi.
فَكَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ إِذْنَ الْإِمَامِ شَرْطٌ فِي ذَلِكَ وَهُوَ ضَعِيف. Cumhur aşı ayetini çın tuttu şimdi ama. Yani bu ikinci qarashikil çoğu iznin imamını farqlandırganlar bular. Ve haula degine cumhurdan başqalar bu ayırdıgan da iznin imam olmalı bunda başqacha oldu dedi. Lekin başqacha bo'lash tafsilotida ixtiloflashdi. Yani bular Rasulullah'ın zamanındaki aşı amaliy ahvolni, bo'lgan ahvolni shuni asoslangan bo'lishi mumkin. Chunki u chaqda Rasulullah'ın ruxsatisiz unda bir qo'shin chiqib, unda o'ljagan ahvol bo'lmagan demoqchi. فَكَأَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ إِذْنَ الْإِمَامِ شَرْطٌ فِي ذَلِكَ وَهُوَ ضَعِيف. Demek ki Resulullah'ın zamanında hem olcular Resulullah'ın icazeti bilen ilingan boğaçqa, bulam da çok icazeti bilen buluş gerek. İcazeti bulmasa onda olmaydı o da qaragan buluş mümkün değil. Demek bu ikinci qarashninki bir asaslangan yeriymiş ekan. Yani Hanefi mezhebinin qarashida وَهُوَ ضَعِيف tabqatdı ama Hanefi mezhebinin qarashına aciz dedi. Yani bu hazır acizliğine Hasan Basri'nin qarışı, Hanefi mezhebinin qarışı mı ba? Şeyh'in qarışı aciz demekçi hazır. Peki Hanefi mezhebinin qarışıda eğer az sanlı kişilerge o ruhsat qilib qalsa, o onda 5'e bölünmeydi deb. Mesela 2 adamga ruhsat qilgan bo'lsa, berib o keyin o'ljilib qaytib kelgan bo'lsa, o 5'ten birini olmaydi ekan. Hammani shu g'animat ag'alliq taslim. Da şehitler ülkesinin ayet tabaretli oyunu veren tanıdır ya. Ya o ülkesi buldu kettemdi. Ya o kettimizin ayet balları kaldı ya bu ne beytin malı. Cengi qatnashib, balları öyle kelip ölüp kettin. Qarayda adam yok mesela bazı. cengi qatnashib o'lib ketgan bo'lsa, shahidga odatda uni tegmaydi. Şehitimiz tekmeyi. Tegmaydi, lekin hozir ham 5'ten biri lillahi va rasul dedi-ku. G'animatning 20% ayirgandik ku biz. Shu 20%dan Rasulullah ayda şehidning oilalari, ayda muhtojliga, ayda lozimlik o'rinliga shundan berdi. Aşağıda Kur'an'ı zikretmen abi. Şefkayr meskin. Şu 6 ismini atıdı-ku. Lillahi ve rasul ve lidil qurba ve yetama ve masakin ve ibn sabil. Aşını Rasulullah o'zi ayda bir taraf qildi. Halga yoki masalan dadisi shahid bo'lib ketgan. Buning birla. Ma faqir miskin. Ma ko'riksalash masalan. Ya Qur'on e'lonlamanınga deb lozimligiga ishlatdi. Rasulullah o'zi bir taraf qildigan bir qismi bu, bir ulush. Yani 5'ten 4 kısmı sabah ganimet ağan cansılarga. O şu hayat qağıllık hamda. Hayat qağıllı olur değil mi? İbn Sebil'in o qana kişimdi o. İbn Sebil'ga şu juda qaytanmay qağan, yolda qağıllı. Uruş çıktı o. Uruş çıqqandan keyin ya yolda bijada vatan qaytanmay qağan adamlar olsa şunu hezedi. Yoki boshqa yerda Madinaga kelib juda ketanmay qağan bo'lsa shunga biltapirdan. Mesela hozir Misrga kelib Jutqa ketanmay qolgan odamlar oldu-ku masalan. Shuni bilib turgan Ibn Sabil degan. Şu vaqtda hocam qarşı o'ljidan avvalmadini bilamsam şu sahabelar bilan o'xshashmi? Rasulullah o'zi qatnashgan bo'lsa, bir kishilik g'animat og'uchilar qatorida bir jang sifatida o'zini bir ulush oladi. Bir jangchiga o'xshash oladi. Ondan bu butun g'animatning ichidan bir isl narsa bo'lsa, o'zining tanlanish huquqi bor. Ondan 20% yani 5'ten birini ayırıp Rasulullah o'zi bir taraf qildi. O'zining agar ehtiyoji bo'lsa o'zi nima qildi? Zil qurba masalan Bani Hashim va Bani Abdulmuttalibning ehtiyoji bo'lib uning birdi. Yoki shu muhojir ansarlarningki balchaqlari, faqir miskin, tul xotin, yetim yesir endi bo'lsa shuningga birdi. Va amma man lahu as-sahmu min al-ghanima. Yani qanday kishilar g'animatning 80%ni jangchilar oldi dedi-ku. Şu ganimetten bir uluş eriş hakkı var qanday kishilarning. Çünkü o jangga qatnashadigan chiqadigan odamlar har turli. Ba'zi kishi qatnashishi mumkin, ayol kishi qatnashib qolishi mumkin, qul qatnashishi mumkin. Ondan şu jangchilar bilan bilinmagan ba'zi do'konchi. Çünkü o safarda mesela Yaqub davlatning muslima qo'shindimi, bozor chilyapti, do'kon chilyapti, ba'zi oshpazlar birga chiqib o aşağıda qo'shinlar tushsa shu yerda yani do'konni ichib, çünkü o qo'shin bir atlansa qaytib kelishi balki 1 yilda qaytib kelishi mumkin, 4-5 oyda qaytib kelishi mumkin. Shu yerda satrashlik qilgan satrashlik o'rnini qildi, pul topdi. Oshpazlar oshpazlik qildi. Saypon olsa yana kiyim tikib berib pul topdi. Va hamma odam o'zining o'rnini qilib mangdiganlar batdi. Ana buni satadiganlar tijoratchilar batdi. Jangchilardan bilish qilgan. Mesela ular hamda jang qilish chiqmadi, lekin shu vaqtimizdan qilib chiqila bo'ladi, davomli qildi. Bunda narsaga muhtoj bo'ldi.
yoki davomli isil lag'may yeb turishni xohlaydi. Lag'may aytib bir pul topamiz dedi g'alati chiqdi. Burunqi nimada shunda batdi. Masalan, Shayx davlatning umista va tarix hamidi. Shunda shu qo'shinda har turli qanday do'konchilikning borligi bayon qilingan. Yani bular mushunda odamlar bor. Shuning uchun qanday odamlar shu bir ulush, bir jangchi sifatida g'animatdan nasibasini ola oladi demoqchi. Fa innahum ittafaqu ala zikran al-ahrar al-balighin. Endi jangga qatnashaman deb chiqqan jangchilardan balog'atga yetgan. Hur, er kishi bo'lsa, endi jangchi bo'lsa, u oladi. Shu jangga qatnashgan bo'lsa. Albatta jangga qatnashdanmi ba'zi nimalar bormi? Demak, mushunda bir jangchi bor ekan, bu oladi cho'qim. Vaqtalafu fi addadihim. Yani bulunga zid kelgan, masalan, er kishi emaskan ayol ekan, hur emaskan qul ekan, balig' emaskan sabiy ekan. Mushular alalamda olamamda deb buni ixtiloflashdi. Ya'ni fin-nisa wal abid wa man lam yablugh min ar-rijal mimman qarabal bulugh yani murahiqin degan shular. Masalan, 12 yosh, 13 yosh balog'atga yetmabdi ekan, shunga yaqinlashgan. Masalan, 15 yoshda balog'atga yetish mumkin, 14 yoshda, 13 yoshda yetish mumkin. Bu yetay deb qolganlar. Lekin unda ancha-muncha ba'zi o'qiya oladigan yoki bir qo'shroq bir dushman bo'lsa tutsa oladigan bunda bo'ldi. Hazrat Ibn Umarning nimasi bor hadisi. Falan jangda men o'zimni ko'rsatsam, uningga qatnashdimda, keyin o'tda qatnashdi shu chaqda 15 yosh, 14 yoshda deb nimasi bor. Balog'atga chaqda undan qatnashgan. Faqala qawmun laysa lil abidi wala lin nisa'i hazzun min al-ghanima. Walakin yurdahu lahum. Bir grup adamlar o qullarning, ayollarning nasibasi yo'q. Bir jangchi sifatida bir ulush ololmaydi. Lekin ularga azroq bir narsa beramiz. Yurdah degan, radh degan az to'la bir narsa beramiz. Narazilishingdek. Ha, bunday. Ko'ngliga arshamda uning bahramand qilamiz demoqchi. Wa bihi qala Malik. Imom Malik shunday debdi. Imom Malik Shafi'i shunday. Unda ayol kishilar qulningda bu Hanafi mazhabining farqi bor. Lekin ma'lumlar shundan bir qator sana o'tibdi buni. Radh degani bir ulushga yetmaydigan darajada azroq bir narsa. Bir ulushning o'lchamiga yetmaydi. Masalan, bir ulush $1000 deb olgan bo'lsa, yo 1000 tillar olgan bo'lsa, bu 1000 tillar yetmaydigan holatda 300 koy, 500 koy. Bunda bir narsa berib qo'ydi. Va qala qawmun la yurdahu va la lahum hazzul ghanimin. U hech nima olmaydi. G'animat olgan jangchilarning nasibasini olmaydi. Az to'la bir narsa berilmaydi, faqat hech nima berilmaydi debdi. Va qala qawmun bal lahum hazzu wahidin min al-ghanimin. Ya ularga bir jangchi sifatida bir ulush bermaymiz dedi. Va huwa qawl al-Awza'i. Bu qawl al-Awza'i wal Hasan va Ibn Sirin mushularning qarashi ekan. Endi shu ayollarga berilmaydi desa, masalan, balki ayollar bu odatda jang qiladigan bir jangchi emas bu deb qarash mumkin. Qul desa, qulninki xo'jayin ruxsat qilgan, qilmagan yoki boshqa bir hukm va deb qaragan bo'lishi mumkin. Va kadalika ixtalafu fi as-sabi al-murahiq. Balig'in deganiga tushmadi ma'no. Sabi murahiq degan o'sha balog'atga yetay deb qolgan vaqt. Qarabal bulugh murahiq degan. 12 yosh, 13 yosh deganday. Bular jangga qatnashib qolsa, g'animat olgan taqdirda qo'shin mushularga bir ulush berilamdi. Faminhum man qala yuqsamu lahu va huwa madhabu ash-Shafi'i deb. Amliyatda bu Imom Shafi'ning emas, Avza'ining qarashi. Kitobning ostida balki izoh olgan bo'lsin. Va Avza'i buna bir ulush berilmez. Bu urushda mana jangchi sifatida qatnashda bir ulush oladi dedi. Va minhum man ishtarata fi dalika an yutiqa al-qital. Ya'ni ba'zi olimlar bu bunda urusha oladigan, bardashlik qila oladigan, jang urushni ko'tara oladigan manda holatda bo'lsa, ba'zanda 12 yosh chigan bolalarga qavul, kuchli bo'lganlar bor, urusha oladigan. Ya o'qiyan obda ataladigan. Hozirgi zamonda masalan Qur'onni obdan ataladigan. Manda bo'lib qolsa, undan bermaymiz deb. O mazhabi Malik, Imom Malikning qarashi ekan. Va minhum man qala yurdahu lahu. Ya'ni ba'zilar yani az to'la bir narsa berib qo'ymaymiz. Bu jumhurning qarashi Abu Hanifa, Shafi'i va Ahmad. Va mazhabi Shafi'i degani xato. Aslında kitabning ostida balki izohati bor. Yurdahu lahu degan jumhurning qarashi. Shafi'i mo shuni ichida. İmam Navawi mazhabına yurdahu lahu deb bayon qildi. Majmuada. Endi va sabab ixtilafin fil abid. Qullardan nima uchun xitoblashdi? Huwa hal umumul xitab yatanawal al-ahrara wal abida ma'an. Mishadika xitab
Ve qatilu dedi o mesela. Vaqtuluhum degan. Ve qatilu fi sabilillah dedi. İşadi hitap aş kullarning o'z ishiga olamdi yoki hurlarga qarata deyilganmi? Shuningdan kelib chiqdi deydi. Bunda hadis kemiga ma to'g'ri masalan qullarga urush chiqqan vaqtida Ya qullar da odatda xo'jayinninki bir mulki. Mulki bo'lganki urush chiqish bo'lib qolsa-mu, bular fardi kifoya holatda. Xo'jayin ruxsat qilsa undan chiqadigan bo'lmas chiqmaydi. Endi bu qul endi qatnashsa, jang qilishga buyurilganda bu, jang qilish bo'ldiganlar ishidan deb qarasa, bir kishilik birimiz bunga dedi. Yo'q, bu jang qiladigan xitob qilinganlar doirasiga kirmaydi. Vaqatilu degan shu urlag deyilgan gap. Bu qul tursa u o'zi berib qatnashibdi, uni biznes bermaymiz. Endi ayrıqallı var. Elbette o qatnashsa oladandı. Qatnashsa oladandı, onu xo'jayini akra deb oldan gap. Çünkü mulki yo'q uni. Endi hozir qul bo'lmagan ekan bu Allah emri bir gap emas. Uning qulning irodasi qilnasan bo'lsa shu xo'jayinning Faqat qul bog'liq shu. Faqat hamda xo'jayini bo'ldi ma'nosining o'zing bunda ishlat sana berdim degan bo'lsa, balki o'zi ishlatilgan bo'lsin. Ma'yudi sen o'tag'an deb sana bervatdim deb bunda bir mulk qilib bergan taqdirda balki o'zining bo'lishi mumkin. Lekin odatda qullarning undan mulki bo'lmaydi. Vaydan fa'amalu sahabati mu'aridun li umumil aya. Sahabalarning qilgan ish-harakati ash oyatning umumiga zid kelib qoladi. Va zalika annahu intashara fihim radhiyallohu anhum anna al-ghilman la sahma lahum. Sahabalarning ishida u g'ilman degan ishadi qullar. Qullarninki unda bir ulush olmaydi dedi. Jangga qatnashsin. Rusdan qatnashsin Olmaydi dedi. Demak, o'sha umumga zid keldi. Yani şu umumның içinden kullanmaya çıktı. Bu ahrar kılınan hitap demek. Rüye zâlike an Ömer ibn al-Khattab ve ibn Abbas radıyallahu anhum. Bu müşrik sahabeden rivayet kılınan. Kullar mı? Kullar. Gılman degan asli gulam degan yaş bal degan bo'ldi. Lekin bu gulam odatda ko'pincha shu qullarga yaş o'g'il xizmatchi bo'ldi-ku. Masalan 15 yoshdan 30 yoshga qadar masalan. Unda bo'lsa gulam deb ya gulam. Hadistimamda meni qulim, menda demanglar, o'g'lim degandek menda chiroyli atanglar degan nima bor ko'rsatma. Shu asosan gulami, gulamuhu deb qo'ydi. Xizmatchisi degan tariqada. Qilman degan ko'plikmi? Gulamning ko'pligi. Endi o'sha gulamdan nima maqsad shu qul maqsad qilindi. Odatda bu qul xos gap emas. Bu odatga shunday bir yosh kichik bolalarni deydigan ifodalaydigan so'z. Lekin ko'pincha ahvoldan da shu nimaga ishlatgan ekan, malay, pol kishilarga ishlatgan ekan, bu adrimishada shu qullarni ko'zdi. Ya'ni qullarga odatda g'animatdan bir ulush bermaydi. So'rashibdiki, yo bu shiraza g'ulam degan ashalimi? O'smirda qo'lmi? O'smir bola, endi kichik bola degan bo'ldi. Bu yerda unda qul degan bo'lmaydi. Halaqa Xizr o'tirayotganda g'ulamdan dedi bunda. G'ulaman deydi. Ruwiya zalika Umar ibn al-Khattab va ibn Abbas radhiyallohu anhum. ذكره ابن أبي شيبة من طرق ابن أبي شيبة قندك تقواته مصنف ابن أبي شيبة 10 مجلد 11 مجلد kitap. Bütün sahabeninki tabi'inlerin söz işleri var. Asarlarını toplayan kitap. Sahabe tabi'inlerin sözlerini, işlerini toplayan bu kitap. Musannaf. قال أبو عمر بن عبد البر كم صاحب الاستذكار والتمهيد شنو أصح ما روي من ذلك عن عمر ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال عمر ليس أحد إلا وله في هذا المال حق إلا ما ملكت أيمانكم. ابن عبد البر دبته Ömer'den en doğru rivayet kılgan söz mana şu meselede demek ya. Malik ibn Avs bu bir tabi'i olsun. Bu Hazreti Ömer dedi, "Leysa ahadun illa ve lehu fi hadal mal haqqun." Qanda adam bolsa, mushu ganimet algan mushu oljuda haqqı var. Faqat lan sizning igdorchiligingni qullarning haqqi yo'q debdi. Demak bu hamda aniq so'zga qullarning haqqi yo'q degan. Ya'ni ganimet. Wa innama saral jumhur ila anna al-mar'a la yuqassam laha. Andama buraq masala tugadi, qulning masalasi tugadi. Ayollarning masalasiga kelsak, ko'pchilik olimlar ayollarga unda bir ulush jangchi sifatida bir ulush nasib berilmaydi. Faqat azroq biz nasib beramiz, ko'ngliga yarasha biz nasib beramiz dedi-ku. Bular mushu hadisni
dalil qilib turoldi. Hadis Ummatiya as-Sabiti qalat. Ummatiya bu Ummatiya emas asli bu. Yoki Ummatiya bo'lsa kunit bo'lishi mumkin ekan. Va Sabit deganda Buxoriy va Muslimda bor hadisni demakchi. Qalat kunna naghzu ma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fanudawil jarha. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga g'azotga chiqib, yardalarni davolatdik. Kesallarni davolatdik. Va kana yardahu lana min al-ghanima. G'animatdan bizga aztular minas birta. Lekin bu hadisdan Buxoriydagi rivoyatida Ummatiya emas, Ar-Rubay bint Muawwiz. Buxoriyda o'sha hadisni rivoyat qilgan sahaba ayolning ismi Ar-Rubay bint Muawwiz. Rubay'mi? Ha, Rubay bint Muawwiz degan o'sha sahaba ayol. Ummatiya deb qo'ydi, ya kunnit Ummatiya bo'lishunda dedimi yoki xatomi bu? Alloh alam. Lekin Buxoriy deganida shundami? Va kana yardaxulana min al-ghanim degan o'sha ibora Buxoriyda bormi yo'qmi bu bir masala. Kitobning ostida qarab qo'yinglar. Muslim Abu Davudda. Yardaxulana min al-ghanim degan shu iborat bormikan? Unda yo'q. O iborat yo'q shu. Muslimning rivoyati yo'q. Eğer bo'lib qolsa bu nas bo'lib ketadi. Va sabab ixtilafihim va ixtilafun fi tashbihi al-mar'ati bir-rajul. Bu yerda ayol kishini akishga o'xshatishdagi gap ma'lum. Ayol kishining akishga o'xshash jang qilib qolsa ta'sir ko'rsatadigan odammi yoki bu ta'siri bo'lmadi. Fa innahum ittafaqu ala anna an-nisa mubahan lahunna al-ghazw. Bu yerda ittifoqga o'rin ayollarmi albatta jangga chiqib qolsa mayl bo'ldi. U farz vojib emas, lekin qatnashib qolsa mayli deb ittifoq qildi. Faman shabbahunna bir-rijal awjaba lahunna nasiban fil ghanima. Demak, erkishga o'xshatganlar, erkishga o'xshash ilyurdo bo'lmo debdi. Va man ra'ahunna naqisatin an-rijal. Yo'q bu erlar qaraganda kam tutdi. O jang masalasida, jangda u erlar unda urishamaydi deb qarasa, imma lam yujib lahunna shay'an, yoki faqat berilmaydi dedi. Va imma awjaba lahunna duna haddil ghanimin, yani radh birimiz degan shu. Asli biz narsa birimiz deb qaradi dedi. Val irdah val awla ittiba'ul athar. Hadisga agishish avla arjah demak. Degan hadisning lafzi aşağıda bu Sahih Muslimdagi lafzmi emasmi? Yarda qilana degan. Bu bir masala. Muallif balki hadisni tekshirib bakmaylam. İbn Abdülbar'ın shunday ham og'im bo'lishi mumkin. Demak, ko'pchilik olimlar hozir Abu Hanifa, Malik, Shafi'i va jumhur ayol kishiga azroq bir narsa beramiz. Lekin bir ulush, bir jangchi sifatida bir narsa taqsim qilmaymiz dedi. Avzayi agar ayol kishi urushib qolsa, bir jangchi sifatida bir ulush oladi dedi. Hamda vazamal Avzayi degan nima jumhurdan ayrilib chiqqan olim demakchi. Anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashama lin-nisa bi Xaybar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xaybarda ayollarga bir jangchi sifatida bir ulushni nasib berganda g'animatdan debdi. Lekin bu hadisni Abu Davud, İmam Ahmad, Tirmizilar daif jiddan rivoyat qilgan hadisga. Bak putrab turmaydi. Va kadalika ixtalafu fi tujjar. Mana tijoratchilar va yollanma ishlamchilar bular hamda shu urush qatnashib qolsa, ya shu urush bo'lgan maydondan udil kelib qolsa bo'limi, hech bo'lmasa o'zini qo'g'dash yoki bo'limi dushmanga qarshi masalan, avdishib birdanda. Bo'limi endi qurol bor, etib turdi, chekib turdi. Birinchi o'zini qo'g'dash, mol mulkini qo'g'dash, undan shu chiqqan musulmonlar sifaga yordam berish udil kelgancha. Degan bu urush demasdan. Buga biz bir ulush beramdi. Asli bo'lib urushimiz deb chiqqanlar emas. Pul tepash shun chiqqan. Faqala Malik la yushamu lahum illa an yuqatilu. Agar urushib qolsa birimiz, urushmasa ularga bu urushmagandan bulanmaydi dedi. Urushib qolsa oladi dedi. İmam Malikning qarshi shada, İmam Abu Hanifa'ning Avza'ining qarshi. Va qala qavmun, bu qavmdan maqsad İmam Shafi'i, Hasan Basri ibn Sirin deganlar. Bel yushamu lahum idza shahidul qital. Yani şu jang maydoniga kelib shu jangni ko'rib, bağlab turib berganlikdan. Çünkü turib berganning o'zimamda musulmonlar safini kuchaytirgan narsa. Xudo qarab, biroz odam ortiq sanjiqgan deb bir xil dushmanga qo'rqinchirdigan gap. Yani musulmonning sonini kuchaytirib berish roli bor. Undan birimiz debdi. Yani urushmagan bo'lsa-mu, shu so'rin qatnashib bergan bo'lsa birimiz. Turib bergan bo'lsa. Shunning ichida mesela bir nishiltimaylam jan tugab turgan ish to'qqa. Shunning hukmi bilan unda bo'lsa. Shuni hukmida. Shu turib bergan ekan,
Şu jangga qatnashgan bilan o'xshash demoqchi hozir Imom Shafiy. Va sabab ixtilafihim va takhsis umum qawlihi ta'ala. Bu yerdagi talashlarning sababi shu Alloh taolo va alamu annama g'animtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu degan mush oyatning umumini sizlar g'animat olgan dedi-ku. Sizlarning ishida bu yerda tijoratchi yoki jangchilar bunda ayrimida. G'animat olgan degandan tijoratchi bo'lgan shu g'animat olgan guruhning ichida bo'lsa, u bir kishilik alamdo degan ma'no chiqadi. Demak, shu umumni xaslashtirib, jang qilaman deb chiqqan jangchilar ham g'animat olgan bo'lsanglar, ondan manda bo'ldi degan bo'lamdi bu. Yoki tijoratchining kirib ketganda. Buni qanday taqsis qilganmiz? Bil qiyas. Allazi yujibul farq baynahu va sa'ir g'animin. Ya'ni qiyasda bular u odatda jangchilar o'xshash bo'lmasi kerak. Chunki bu urush uchun chiqmagan, pul tepishga chiqqan. Unda o'ngan bu g'animtum degandan mayanga chiqib turdi deydi. Wa zalika anna man ra'a anna at-tujara wal ujra'a hukmuhum hukm khilaf sa'ir al-mujahidin li'annahum lam yaqsudu al-qital. Demak, bu qiyasning mazmun nima esa, tijoratchi, ishlamchi bularning hukmi barliq mujahidning hukmining nimasiga o'xshamaydi. Chunki bular urushni maqsad qilib chiqmagan. Mujahidlar urushni maqsad qilib chiqqan. Va innama qasadu imma tijara. Yani bular ya tijorat qilishni yoki ishlab pul topishni maqsad qilgan. Yani bunda bo'lganki, shunda deb qarasak, mush qiyas bo'yicha qarasak, istathnahum min zalikal umum. Demak, bu qiyasda hozir u jangchilik qiyas qilib bo'lmaydi shunama. Unda bo'lganki, shu umumdan chiqdi. Buning o'xshamaganligi deydi. Qiyasiga odatda o'xshash. ومن رأى أن العموم أقوى من هذا القياس أجر العموم على ظاهره. Yak bu qiyas qilgandan hozirmuş umumga esilgan mush kuchliroq deb qarasa. Chunki endi umum nereden keldi? Qur'on Karimning oyatidan keldi. Demak, bir xil oyatga esib turgan bo'lgandan lekin dalalati umum bo'lsa-da, lekin ma qiyas bo'lgandan aning tuvan turish kerakdi deb qarasa, ajral umum ala zahiri. Umuman g'animtum yani sizlar ishlamchi bo'lsang, tijoratchi bo'lsang, jangchi bo'lsang, g'animat olsanglar, bunda tigido deb qaradi. Ayirmaydi. Ve min hücceti men istathnahum ganimatdan nesibini alanmaydı, nesibi tegmaydi bulğu deganlar. Bunu ayırıp çıkarıp etkenlerinin asası ma xarrajahu Abdurrazzaq. Abdurrazzaq mı? İbn Abi Şeybe'ye o'xshash musannafı var. Bu 10 mücellet, 11 mücellet. Bu İbn Abi Şeybe'ye o'xshab qoldi. Yoki Sunan Bayhaqi Kubra dekmiz. Bütün sahabe tabiinlardan kelgan tafsir ve söz, ko'z qarashlarimiz to'plangan. Qiyas qilganlar İstisnam deganlar qiyas qilganlar. Qiyas orqali chiqarib emasmi uni? Sababidan keyin bu so'zni işte hadisda işte isnad bilan sanad bilan rivoyat qilish asarni. Ajiz zaif deb bo'lmaydi shunami? Hukm qilmaydi. Hukm qilmaydi, shu sanad bilan rivoyat qilib turdi. O'ziga qadar tutashgan sanad bilan haddasana fulan an fulan deb Mujahid manda deb aytdi. Ya Hazreti Ali manda degan, Umar manda degan, Abu Bakr manda qilganda. Onunçuda zayıflarım bu kadar kendi. Elbette. Ravinin işi bir yalğancı, bir alı boş adam katlaşıp kalsa şunu qarab bunda. Lekin onun da kim onu hüküm kılıp ayrıydı o? Ya İbn Hajar, İmam Nevevi, buluğa o'xshash adamlar da ya ma eser keldi lekin bunun sanadi aciz deb ayrıydı elbette. Shunda o'rni udilkaga yedi. Masalan Fathul Bari'da ayrıydı, Mecmuada İmam Nevevi ayrıydı. Nasıl udilkaga ayırıp mağdı. Çünkü şu yer lazım buldu değil mi? Şunun qarda hüküm uyan bulduğu aç boğan iken şu çağda resmi koçilab tekşirdi. Yani bu yerde ayrı etkenler şu kıyasqı tayanğalı etti. Demek bu o'xshamaydi deganda. Yani qiyas qilsak bu qiyas o'xshamagan ekan bu tushmaydi deb chiqarib etgan. Yani mushu chiqarib etganlarning dalili hozir. Ma xaraja Abdurrazzaq an Abdurrahman ibn Auf radhiyallohu anhu qala li rajulin min fuqara al-muhajirin an yakhruja ma'ahum. Abdurrahman ibn Auf, yani bu sahabenin milyonerlerinden birisi. Bu muhacirlerin yoksul bir kişiye biz bilen bil çıqqan depti. Faqala na'am fawa'adahu. Ona ma'qul depti adam va'dilishibdi. Falamma hadara al-khuruj da'ahu. Chiqdigan payt kelgan chaqda ma masaya deb chaqirsa fa aba an yakhruja ma'ahu. Yamman chiqmay turibdi. Wa'tadara lahu bi amri ayalihi va ahli. Balchaqlarim yolg'iz qoldi. Qaraydigan adam yo'q. Men ishlab uningga binas tomoq topmasam bo'lmaydi. Bu deb bunda uzr aytgan ekan.
فأعطاه عبد الرحمن 3 دنانير. عبد الرحمن 3 tilla beripti ona. Ala an yakhruja ma'ahu. Men bilan chiqma 3 tilla beraysan. Balchaqlarim o'shan xejaydi. Falamma hazamul aduwa andan dushman yengib nusratga erishgan chaqda sa'alar rajul Abdurrahman nasibahu min al-maghnam. U kishi Hazrat Abdurrahmandan az g'animatdan o'ljidan nasib bergan debdi. Faqat Abdurrahman sa'azkuru amraka li Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Sening masalangni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ma'lum qilay. Rasululloh bizni asdison. Fadakarahu lahu faqala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tilka 3 dananir hazzuhu wa nasibuhu min ghazwihi fi amri dunyahu va axiratihi. Uning o'sha dunyo va oxiratdagi masalasida qilgan g'azat uchun nesibisi o'sha jangdan 3 tilla shuning nesibisi bo'ldi. Chunki shu 3 tilla uchun chiqqanda ekan bu. İşlemchi yallanma bo'lib chiqqan. Ana Hanafiy mazhabda urush qilish uchun yallangan bo'lsa, uning nesibi tegmaydi ekan. Mushunga asoslangan bo'lsa, shu Hanafiy mazhabmi shunda qaraydi ekanda, o'xshamaydi degan. Wa kharaja mithlahu Abu Dawud an Ya'la ibn Munya. Bu Ya'la ibn Munya degani onasining ismi. Dadasining ismi Ya'la ibn Umayya. Dadasining ismi Umayya, ma Munya degani onasining ismi. Bu onasiga nisbat berilganli jiqadat. Abdullah ibn Buhayna masalan. Onasi bakrak mashhurroq. Hamma xalq taniydigan masalan. Shu jamiyatda ham anda tunib ketgan bo'lsa, garchi alik palonning o'g'li deb darhol ayirish uchun buni. Masalan, hozir hamda mashhur shaxs o'z palonning o'g'li deb onasining ismini deyishimiz mumkin. Ya'la ibn Munya radhiyallohu anhu. Abu Dawud shunda bir voqealikni anda Abu Dawud balki shunda jangga chiqqan chaqda unda yallanib chiqqanligini bayon qilgan bo'lishi mumkin. Va Buxoriyda unda yallab chiqqanligini anda uningki birsilar urushib qilib bu yallanib chiqqan ishlamchininki birisi qo'lini tishlasa, qo'lini tassa, chiqomirlab chiqib bir voqealik bor Buxoriyda. Nima bu yerda bu ishlamchi yallanib chiqqandan keyin o'zi ko'zlagan shu dunyoga erishadi. G'animatni ko'zlamagan bu. Davonki uni olmaydi. Bu xuddi innamal a'malu binniyat va innamal likulli imrin ma nawa. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنسان كوزيgan narsani oldi. وقد اختلف العلماء في الجعائل. Ja'ail degan ja'ala yoki ja'ala yoki ja'ila degandan chiqqan, ya'ni shuning ko'pligi. Ja'ila degan mana bir mukofot. Jaiza dedi. Bir mukofot. Masalan, hozir bir qo'shin tayyorlanib hozir dushman safiga bormoqchi. Shundan balki hamda davlatda e'lon qilish mumkin. Qaysi fidoyimi shuni qatnashsa, buningda mukofot tartib berildi debchi. Yoki undan burunqi zamonlarda hamda shaxslar bunda ixtiyorligidan chiqdi ko'pincha. Albatta imom musulmonlarning qo'mondoni bir odam qolmaymiz chiqdi desamiz chiqish kerak. Vazastunfirtum fanfiru. Nima? Agar unda qilma ixtiyoriy chiqish chaqda birisi majburlab chiqmaydi. Xalqalla chiqdi. Endi ba'zidan dushman sal kuchliq, sal andish qilgan ahvol bo'lsa, sal jiqroq odam chiqsa bo'ldi deb targ'ib qilgan holat to'lab qolsa, baylar qanday qildi? Va qo'shinga urushga chiqadigan bo'lsa, mana har biriga masalan 100 ming qo'ydim pul bermayman. Hozir to'pchilik berdi-ku, falan komandani yang sog'lom manch puldan mukofot bermaydi deb to'pchilik. Shunga o'xshash urush qatnashib, urushib pasanglar, men har biraylarga manch puldan yenimdan mukofotim bor deb menda bir targ'ib qilish masalasi. Fa'ajazaha Malikun va mana'aha ghayruhu. Imom Malik buni qilsa mayli debdi. Boshqalar yo'q, o joiz emas debdi. Endi va minhum man ajaz zalika min as-sultan faqat. Ya'ni ba'zilar yo'q shu hukumat o'zi, davlat o'zi jangga qatnashganligi menda nasin bahramand qilish va yoki menda mukofot va desa, tartiqlaydigan bo'lsa mayli deydi. Masalan, jangga qatnashgan bo'lsa, oilasidan biraylarni ajga purpa qilmay deganda. Davlatchi ya ota-onasini ajga purpa qilaman dedi. Yoki buningga birdan mashina mukofot desa, mukofot va keyin tavakkul. O'lsam, shahid qolsam, g'ozi ishlataman agar bu shahid bo'laman deb, yo ota-onam ajga berib oldi ekan deb, ota-onamga bir qilgan yaxshiliqim bo'lsin deb qatchi chiqadigan paydo bo'ldi-ku buningga. Bu bir yaxshi ish. Yaxshi. Aw idza kanat darura. Yagan bak zurul ahvol bo'lib qolsa. Ana musulmonlar chiqadigan son sal oz bo'lib qoldi. Bu joyda sal andish bo'lib qolgandek benim bo'lsa, hukumat ham majbur safarbar qilmabdi. Ahvolda shuni chiqinglar deb qo'l ilkirib borlar yoki hukumat o'zi endi alohida mukofot belgilasa bo'ldi deb.
Endi dorora degine qanday desa, hukumatning qo'lida unda tartibdagi hal yo'q ekan. Hukumat hozir dushman bilan tutishgan o'zining ahvoli bilan, musulmonlarning qo'mondoni o'zining ahvoli bilan qo'lda pul tartib quraydi desa, mukofot beradi pul yo'q. Hammani urush qilib qilayotgan. Boshqa uy sapray, mashina biray, yozga biray degan olimi yo'q. Unda bo'lgan chaqda abbaylar bunda qiladi. Yenimdan birman deydi. Demak, musulmonlar bir-birini yo'lishib bu chaqda o deyishadi demakchi. وبه قال أبو حنيفة والشافعي إمام أبو حنيفة والشافعي من ذلك زور الأهوال الله ده من قسم وأما الشرط الذي يجب به للمجاهد السهم من الغنيمة أنه مجاهد çıqqandan keyin qanday shart tepilsa uning g'animatdan shu nasibasi vojib bo'ladi. Fa innal akthar ala annahu idha shahida al-qital wajaba lahu sam. Shu urushga qatnashib urush bo'lgan yerga kelib bo'lsa, shu turib bo'lsa, ko'pchilik olimlar shuning bilan bu g'animatga loyiq bo'ldi. Urushni yani o'zi tutishib, qilich bilan ilish bilan o'qitib qilmasmi, shu jang bo'lgan maydon janggoh chiqib, shu yer turib bo'lsa, tug'an bo'lsa, ba'zi hammadan urush o'tilmaydi-da. Masalan, simsiz uchralar qilallam xavalish bilganlar bo'ldi. Jangchidan uchun, ya'ni boshqa ishni qilganlar bo'ldi. Qo'mondonning xizmatini qilib qilganlar bo'ldi. Ular odatda etishmaydi. Shunda bo'lsa-mu, lekin shu yerda qatnashib turib bergan ekan, hisob topdi. Ya'ni urushmusimi? Va annahu idza jaa ba'da al-qital falaysa lahu sahmun fil ghanima. Lekin bu hamda urushga qatnashgan bo'lsa, albatta urushmusimi? Lekin bu urushga qatnashga u chaq chiqmay urush to'xtab bo'lgandan keyin jang maydoniga andin borgan bo'lsa, urush bo'layotgan chaqda shu yerda bo'lgan bo'lsa, unda oladi. Urush tugab bo'lgandan keyin yetib kelibdi bu, uni olaman. Va bihada qala al-jumhur, ko'pchilik olimlar mush qarashdi ekan. Va qala qawmun, bir qism olimlarning ishada Hanafiy mazhabdikilar. Idza lahiqahum qabla an yakhruju ila dar al-islam wajaba lahu hadduhu min al-ghanima in ishtaghala fi shay'in min asbabiha. Ana Hanafiy mazhabdan qarashi bunday ekan. Mush qo'shin jang maydoniga berib, jang qilib tugatgan chaqdimi, taqib bu yetib kelmagan bo'lsa-mu, lekin bular o'z diyoriga, musulmonlarning qo'shini o'z diyoriga, o'z hukmronligi ostida bo'lgan, xotirjam yerga qaytib kelib bo'lguncha, bu berib shu sabqqa qatilgan bo'lsa, g'animatdan erishimiz bor. Chunki bu g'animatni hozir amoq dushmanning oldin, lekin sen xotirjam taqa yanchiqonga salomiding taqibini. Qachon xotirjam sening bo'ldi deyaraysa, o'zingning diyoriga akilib, dushman yo'q yerga, o'zingning hukmronlik qilayotgan, o'zingning diyoriga akib turib, o'zingning davlating territoriyasiga akilib, andin uf desang, u chaqda bu to'liq xotirjam, bu sen qo'lingga andin tushgan bo'ldi. Lekin u yo'lda ketayotgan chaqda dushman tortilishi mumkin. G'animat demaysa uni demakchi ekan. Mana bu mazmunning ko'z qarashi. Demak, bu hamda Aşında halatda bağlan ekan, bu g'animatni islom diyoriga xotirjam akilishga hamkorlashgan bo'ldi bu. Demak, buning asasi bor edi. Demak, bu qetilmasdan 500 kishilik bir qo'shin g'animat olibdi. Lekin bu islom diyoriga taqa kappoz dushman tortilishi mumkin. Lekin 1000 kishilik qo'shinda ham bizga yetib berib, 1500 olib akagan bo'lsa, dushman chaqlanmay qolib qolgan bo'lishi mumkin. Bundan bu hamda salomat akilishga asasi bo'lgan bo'ldi demakchi. Ya'ni bu mazhabni tushunishim nima? Azroq odam urush qatnashmagan. Ya, şu o'xshash debdan. Shu g'animat zodi musulmonning qo'liga to'liq kap bo'lguncha bu buning asasi bor demakchi. Albatta, Nabiy mazhabning sal ajizda nima? Va sababu fi ixtilafihim sababan. Anbiya talashtasdan sabab bo'lgan narsa ikki. Al-qiyas wal athar. Qiyas fa huwa hal yulhaqu ta'thirul ghazi fil hifd bi ta'thiri fil akhz. G'azininki ashun saqlab qo'g'dashda ko'rsatgan ta'siri uni tatib elishda ko'rsatgan ta'siri bilan o'xshash qaralamdi. Masalan, jangchilar tatib oldi dushmanning qo'lidan. Buni tatib elishda ta'sir ko'rsatdi bo'ladi. Endi Mavla buni salomat qo'g'dab islom diyoriga opirishda ta'sir ko'rsatdi keyin kelganlar. Maning qatqasi bilan aning qatqasi ikkisi o'xshash qarilib, ya bir tayoqda aydilamdi. Va zalika annalladhi shahida al-qital lahu ta'sirun fil akhd. Chunki jangga qatnashganlarning ta'siri dushmanning qo'ldan tatib olishga qarta bo'lgan, shunama g'animat olishda. Shu orqali qandan bir kishilik ulush olishga haqli bo'lganda. Keyin kelganlarcha islom diyoriga taqa yetib kelishdan ilgari qatilganlar bo'lsa, lahu ta'sirun fil hifd. Ashuni qo'g'dab, saq salomat akilishga asas qatgan bo'ldi. Faman shabbaha ta'sir fil hifd bit ta'sir fil akhd. Bu keyingilarning qo'g'dab berganlik rolini dushmandan tatib olganlarning roliga o'xshatsa, qala yajib lahu sam va illam yahdur al-qital. Urush qatnashmagan bo'lsa-mu,
eklişip bergen eken nesibi alıdı dedi Ebu Hanife. Ve merra yani cumhur ennel hifza ad'afa lem yujib lehu. Qo'g'dab ekleshgan u jang qilib tatib edishdan to'rak turgan tirishchanlik bu deb qarasa, o chaqda uning asl berilmaydi dedi. Endi asarchi o, ama yuqorqisi qiyos qilamdiq, ummandiq biz. Ani o'xshatmaymiz dedi cumhur. Ebu Hanife o'xshatimiz dedi. Ama asardan delil olsa, fa inna fi zalika atharayni mutaaridayn. Bir-biriga zid keladigan ikki asar bor. İşte hadis hem de. Eser degene bu kitapta hadisin demekçi. Ehaduhuma ma ruwiya an Abi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba'atha Aban ibn Sa'id ala sariyye min el-Medine qibala Najd. فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما فتحوها فقال أبان اقسم لنا يا رسول الله فلم يقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. مش bir hadis hem de. Bu hadisne Abu Davud rivayet kılgan. Buxoriy mo siğatı tamrid bilan ajizlik bildirgan usulda rivayet qilgan. Lekin Buxoriyda kelgini Abu Hurayra sirtdan kelgan. Mana bir ulish bahslar degan chaqda Aban ibn Said bu sahaba. Aban ibn Said buninga bahslar deb turgan. Bahslar deb turasa u Abu Hurayra ibn Qarqulning qatilimi ma bahslar deb qarshi chiqayotgan deb u asli Aban ibn Said Uhud'mu İbn Qarqul degan bir sahabini o'tirgan chu. Chunki musulmon bo'lishdan ilgari bu Aban ibn Said mushriklarning sabida. Shu sahabini o'tirib keyin ondan G'azot Ahzab bunda bir vaqalikdan keyin ondan musulmon bo'lib kelgandan keyin ondan bu musulmonlarning ishidagi to'g'a holatida Abu Hurayra bu Xaybar g'azotida sirtdan kelib qoldi ekan. Kelib menga bir ulish bahslar desa, bu bahslarga qatnashmagandan keyin turadi. Turvasa daritme gap qilib, sahabini o'tirayotgan santungo nimada menga bahslar deysa deb nima qilgan chaqda u deydi ekan. Sen falan taqdin kelgan kelda xuntungo u sahabini o'tagan bo'lsa, u sahabiga Alloh taolo mening qo'limda shayxlik martabasini berdi. Bu boshqa gap. Endi men musulmon bo'lib nima qilgandan keyin altim boshqa. Sen unga qarta unda nima qilsang bo'lmaydi, meni kamsizsang bo'lmaydi deb Acibal livabrin tadalla alayna min jabal da'nin. Ayında bir tağdan düşüp bizge qatlagan Ağmaxandan sen da bunda kamsitib bir-biriga qarta azroq qiliq nima bo'lgan ekan ifoda bildigan. Do'stimiz degan shu Yamandan Ashtag'ilda yashagan bo'lgan ekan. Lekin Abu Davudning rivoyatida Aban ibn Said shunda bir qo'shinda sirtqich ketgan. Aban ibn Said ma ulashaslar degan chaqda Abu Hurayra e'tiroz bildirgan, ondan uni keyin uni bermaganda bunda keldi. Bu yerda ikki ehtimollik bor. Belki ishkilaylan sirtqi ketib, ma'lum bir vazifada, ma'lum bir ish bilan ki Xaybar fath qilingan chaqda ishkilaylan kelgan bo'lsa, u menga baslar, bu menga baslar desa, uni baslar, menga baslar degan bo'lsa, aqob menga baslar, uni baslar degan bo'lsa, uni bir-biriga qarta unda deyishgan bo'lishi mumkin ehtimol. Buxoriyda kelgani menga bir ulish baslar degani Abu Hurayra. Va Abu Davud kelgani menga bir ulish baslar deb talab qilgani Aban ibn Said. Lekin Abu Hurayraning vaqaligi Buxoriy Sayyidisda, Musnadisda Abu Hurayraga bermagan Rasululloh. Xaybar fathiga qatnashmagan bo'lg'achqa. Unda olga ashin dalil qilgasi taxmi kuchli bo'lgan. Ma ajraq deb qaralgan hadisni dalil qilmay. Wal atharu thani bunu zikrilgan hadis qaysi Marwiya anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala yawm Badr inna Uthman intalaqa fi hajatillahi wa hajat rasulihi fadaraba lahu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bisahmin wa lam yadrib li ahadin ghaba anha. İkinci hadis Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir gazasında Osman Allah ve Allah'ın Resulünün hizmeti üçün, dininin hizmeti üçün bunda çıkarttı deb onunğa cengi qatnaşmasını bir jangchining ulushini berib ekan. Uningdan boshqa o cengi qatnaşmaganligi unda bermabdi ekan. Bu endi Bedir gazasida qanday bo'lgan desanglar Rasulullahning qizi Ruqayya kasal bo'lib qolgachqa Osman cengi chiqqanligi odati bo'lsa Medinede kızı qarash uchun qoldiga Rasululloh. Yani qo'mondan o'zi vazif tayinlab o'shada nimaga qaragan deb qoldigan. Qolgandan keyin undan Osmonni shu nimaga qatnashganga o'xshash jangga qatnashganlar qatoridan bir ulush bergan. Bu Abu Davud bi isnadin hasan darajalik deylamni. Abu Davud rivoyat qilgan hadis ekan. Qalu fawajaba lahu as-sahmu li'anna ishtighalahu kana bi sababil imam. Endi olimlar buni bunda tahlil qilibdi. Qo'mondan o'zi belgilagan bo'lg'achqa shu vazifani topshirg'achqa
qo'mondonning buyruqni ijro qilib qolib qolgan bo'lg'achqa bu chaqda shu ulush tekkan dedi. Shu jang qatnashgan qo'shinga o'xshash. Qala Abu Bakr ibn al-Munzir va thabata Umar ibn al-Khattab radhiyallohu anhu qala al-ghanimatu liman shahidal waqi'ah. G'animat degan shu jangda shu yerda hozir bo'lgan, qatnashgan kishilarga bo'ladi dedi. Waq'a deb, al-waqa deb rivoyat qilingan. Liman shahidal waqa. Sabata degan meni Sabata degan Umar ibn al-Khattabning shunda deganligi sahih isbotlangan emas. Bu ba'zilar hadisda aytadi shu iborani. Lekin hadis degani ojiz. Endi mavquf, marfu desak ojiz. Mavquf desak, ya'ni shu sahabining so'zi degan shu sahih. Shuni sabata demoqchi. Asar desam buni Asarun sahih. Ya'ni bu Umarning shunda deganligi ras. Ammo hadis demaymiz. Hadis desak ojiz chiqib qoldi. Ammo sabata deganda Ibn Munzir degan hisoblanadi yani. Ibn Abdul Bar degan so'z ma sabata degan. Asli maktabda sabata desa Buxoriy va Muslimda bor degan bo'libdi. Lekin bu al-ghanima liman shahida vaqada Buxoriyda ya Muslimda babning ismi, marfu hadis emas. Endi bu Hazrat Osmonni Abdullah ibn Umarning zamonida Misrlik bir kishi berib degan. Albatta unda Shiyalar paydo bo'lgan har xil xalifaga ta'na qildiganlar, qarshi qilib to'planchilik paydo bo'lganligi bilan Misrliklar shu chaqda nimada bordi. Hazrat Osmon qarshi qilgan qatoridan bordi to'planchilar. Ajga bo'lgan bo'lishi mumkin bu Misrlikcha. Bu Osmonni kamsitish uchun qo'y sheyx kim desa Ibn Umar bu desa, bir yerda men sizdan bir ish masala so'raydi. So'r desa, Osman radhiyallohu anhu Badrga qatnashmaganligi rasmi deydi. Ras. Ondan Uhudda qochib ketganligi rasmi deydi. Ras. Osmanni tushunmoqchi endi. Demak, bu Osmanning xalifaga qarshi bu to'planchi. Bu shundada unda Osmanning bir nimasini kamsitib darajasini tushunmoqchi. Badrga qatnashmaganligi rasmi ras. Uhudda qochib ketganligi rasmi ras. Endi Bayat Ridvonga qatnashmaganligi rasmi ras. Ras deydi. Endi men sen bunun sababını tushuntirib qo'yay. Badrga qatnashmaganligi bo'lsa, Rasulullohning qizi kelsa, Rasululloh mishal qilsa deb qildigan, lekin mush jangga qatnashgan bilan o'xshash, shu g'animatdan bir kishilik birma deb bergan unga. Ibn Umardan bu gapni. Ibn Umar to'planchiga tushuntirib qo'ydi. Endi Uhudda qochib ketganligi ras. Endi Uhudda bek dahshatli bir jang bo'ldi-da. Ba'zida chekinish bo'lgan, shuni demoqchiman. Endi chekinib nima qilganlar xatori bormi? Bor. Lekin Alloh taolo uni kechirib o'tgan. Ondan Bayat Ridvonga qo'ldan bayat qilmaganligi ras. Chunki Makkada eng aziz kishi edi Osmon. Hammadan buni hurmatini qilgan, odatda aldirib chaqilmaydigan bunda bir odamda. Anikan Rasululloh kofirlar bilan so'zlashga Osmon nevatgan. Boshqa nevatsam chaqilsam, Osmonga chaqilanmaydi deb Osmon nevatgan bo'lgandikan, shu chaqda shu Osmon o'ltirib ketibdi. Bu kofirlar o'tiribdi yoki bu kofirlar bizni urushga tayyorlatibdi degan bir gap taqilgan chaqda, ondan bu bayat Ridvon shu chaqda bo'lgan. Shu yerda o'lgicha elishimiz deb shu yerda bayatlashgan. Bayatlashganda Osmon yo'qolib chiqib shu yerda Rasululloh bir qo'lni urib turib, "Ma'qul mana Osmonning qo'li ma'vo" deb menda bayat qilgan. Unda bo'lgan ekan Osmonning qadri texnon yuksak bo'ldi-da endi. Endi men tushundim, endi mushu gapni elib ketgan jutonga deb yo'l qo'yibdi. Albatta Osmon radhiyallohu anhu bir jangdimmi qolib qolmagan sahabada. Mesela Abu Bakr, Umar, Osman bo'ldigan shu davomli Rasulullohning atrofida turdiganlar. Ve Umar ibn al-Khattabning shunda deganligi ras edi. Va amma saraya allati takhruju min al-asakiri fataghnam. Endi meyada bunda bir asakir degan askar deymiz-ku. Askar. Bu bir musulmonlar qo'shin endi. U qo'shinda bo'ldi bargoh qilib, uning qo'shinining bu turalg'isi bor, ama şu an demoqchi. Shu qo'shin bor, turalg'o shu qo'shinning ishini demoqchi. Shu qo'shinning ichidan bir guruh kishilar chiqib, bir guruh qo'shin chiqib, ya 100 dan bo'lamiz, 200 dan bo'lamiz masalan. Bu g'animat olib keldi. Fal jumhur ala anna ahlul askar yusharikunahum fima ghanimu. 100 dan chiqib g'animat olib kelgan bo'lsa, shu umum qo'shin, u chiqmagan kishilarmi, qo'shinlarmi hammadan o'xshash oladi dedi. Wa illam yashhadul ghanimata walal qital. Urush qatnashmada g'animat ag'ayadi yo'q. Ular bargohda turibdi dedi. 100 dan chiqqan bo'lsa, 100 dan kelgan bo'lsa, hamma qo'shin oladi deb qaradi. Va zalika liqawlihi sallallohu alayhi vasallam va taruddu sarayahum ala qa'datihim. Hali biz yuqorida barobarlikni ifodalagan hadisni
o'ttiqo al-muslimun tatakafa dima'uhum va yas'a bi dhimmatihim adnahum va hum yadun ala man siwahum. Mana mushun oyig'ida va taruddu sarayahum ala qadatihim va yujira aqsahum an adnahum degandek. Uzun bir hadis bu. Shu bir rivoyatda va taruddu sarayahum ala qadatihim degan o'tirib qolganliga atlangan jangchilar g'animatni ulardan qaytirdi degan gap. Bargahda qolib qolgan qo'shinga jangga atlangan, jangga evatilgan qo'shin g'animat ilib kelganda ularni tang qaytirib berdi degan gap. Bu balkim ya kuzatish uchun chiqib kelgan g'animatlar bo'lsa. Ya masalan da bir ishqa qo'mondan buyurgan bo'lsa, uningga 100 kishi berib alqisin bildigan, taqobil tuzum bildigan bir dushman bo'lsa, 100 adam evatish mumkin. 50 ming kishi qo'shin bo'lsa, 50 mingni hammasini evatmaydi bu dushmangacha. 300 ni 400 ni evatish mumkin. Navoiy shuni o'rinda vazifani o'rindab nima qilib kelsa, shu bir qo'shin butun oldi. Amaliyotdan o'g'lining olgan g'animati, ya'ni jumhurning qarshida. Asli bu 100 kishi chiqib olgan bo'lsa-mu, amaliyotda oq Türkiye ubdan kuchli bo'lg'achqa qo'rqmay olgan buni. Agar unda ana qo'shin masalan 10 ming kishilik qo'shin yad bo'lmasa, bu yalg'iz 100 dan bo'lsa dakka unda olamas mumkin. Va li anna lahum ta'siran aydan fi akhdh al-ghanima. Mana chunki shu 10 ming kishilik bargahda qolib qolgan, o'tirib qolgan qo'shinning ash g'anima ta'siri bor. Va qala al-Hasan al-Basri, Hasan al-Basri jumhurdan yalg'iz chiqib oldi. Idza kharajat as-sariyatu bi idn al-imam min askarihi khammasaha. Aş bargahdan imamning ruxsati bilan chiqqan imom qo'mondan evatgan bo'lsa, anda bo'ldi dedi. Hammasa va ma baqa fa li ahli sariya. 5dan birini imom oladi, imom bir taraf qilgan. Falidul qurba va tamal masakin deganda. Andan uning qag'inni ashu urushga chiqqan 100 kishi desak masalan 100 kishilar qilib qag'inni shulam oldi. Qo'shin o'tirib qola olmaydi. Ma jumhurninki qarshimdi ma. Va in kharaju bi g'ayri idnihi hammasa. Endi ruxsatsiz chiqqan bo'lsa, o'zligidan yüzeydan chiqiblam gapida imomni bejo'shtirib kelmaylimi deb chiqib qolgan bo'lsa, 5dan birini zat imom oladi ekan, muayyan. Shunami? Va kana ma baqa bayn ahli jaysh kulli. Qolib qolganni butun qo'shinga taqsim qilib berdi ekan. Bizlar chiqqan bo'lsa, ikkini ayiribdi. Va qala an-Nakhai al-imam bil khiyar. Insha khammas ma taruddu as-sariyatu. Jangi chiqqan qo'shin qaytirib kelgan g'animat ne deydi? Ilib kelgan g'animat, ma taruddul sariya degan ilib kelgan g'animat ne deydi? Ilib kelgan g'animatni 5 ga taqsim qilib, 5dan birini oladi. Va insha naffalahu kullahu. Xolisa 5dan birini ilib olmay, hammani ashulaga tartib qilasin bo'ldi. Bu boshqa chiqarishgan. Va sabab aydan fi hada al-ikhtilaf va tashbih ta'thir al-askari fi g'animat as-sariyya bi ta'thir man hadara al-qital biha wa hum ahli as-sariyya. Biyadik talashtatsın sebebi aşı qo'shin g'animat ilishda aşı cho'ng qo'shinning ta'siri bormi? Agar bu ta'sir bo'lsa, aşı urush qatnashganlarning chiqqan kuchining ta'siriga o'xshash ta'sir bormi yo'qmi? O'xshamda o'xshamamdi degan. Ya'ni qo'shin qatnashganlarning ta'siriga qapqalarning ta'siri o'xshamdi. Fa idan al-ghanimatu inma tajibu 'inda al-jumhur lil-mujahid bi ahad ash-shartayn. Demak, unda bo'lsa g'animat jumhurning qarshida mujohidga ikki shartning birisi tepilsa, ondan vojib bo'ldi ekan. Shu haqli bo'ldi ekan. Imma yakuna mimman hadaral qital, ya jangga qatnashgan, ya'ni urush maydoniga kelgan bo'lish kerak. Va imma yakuna rid'an liman hadaral qital, yoki jangga qatnashgan kishining oq tayanch qo'lab hamdamchisi bo'lish kerak. Ikkining biri bo'lsa bo'ldi. Wa amma kam yajibu lil muqatil. Endi jangchiga qanchalik nasib berildi? G'animatda masalan bir ulush veramdiq, ikki ulush bo'lmasin ba'ziga. Fa inna muxtalafu fil faris. Endi otliq jangchida talashtash qilib qoldi. Faqala al jumhur lil farisi 3 ashum. Ko'pchilik olimlar otliq jangchi bo'lsa 3 ulush veramiz. Ashum degani ulush. Ulush. Bir ulushni o'zi uchun, ikki ulushni eti uchun. Otqizib chiqadi. Atqish kessa birimiz demoqchi. At bulab qolsa jangga alohida ta'siri bor. Ikki odamning ishini qildi demoqchi. Men shu igisi oladi shunami? Igisi oladi. Lekin demak 3 ulush oladi bu. Atliq jangchi 3 ulush oldi. Lekin atsiz jangchi bir ulushdan oldi. Va qala Abu Hanifa yolg'iz chiqib olgan masala bu. Infiradat. O'sha Abu Hanifa yolg'iz chiqib olgan masala bor.
Alqa vali shart emas degandek, atqi zakat qilamdi degandek. Bunda Abu Hanifa'nın hatta sahibeynmi jumhurga qatib ketgan masalaning birisi. Yani şagirdlerim kirmegen demekçi. Shogirdlarimiz jumhur bilan billah shu jumhurning ichida sahibanmi bor. Abu Hanifa yolg'iz o'zi chiqib lil farisi sahman bu atliq jangchi ikki urushlam oladi. Birisi etiga, birisi o'ziga. Nima hozir farq qildi. 3 ulishlar 2 ulish. Va sababu fi ixtilafihim ixtilaful athar. Bu yerda talash-tarishning manbasi hadislar bir-biriga zid kelib qolgandek ahvol bor. Ya qiyos hadisga zid kelib qolgandek. وذلك أن أبا داود خرج عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل وفرسه 3 أسهم سهمان للفرس وسهم لراكبه. İbn Ömer rivayet kılgan müşahidiste Resulullah bir kişiye özü ve eti üçün cemi 3 uluş bergen ganimetten deydi. Eti üçün qanchalikda özüge qanchalik desa eti üçün 2 uluş hesap qilgan, özüge 1 uluş hesap qilgan. Emniyette bu hadis Abu Davud'la rivayet kılamaz. Bukhari, Muslim hemisi rivayet kılar ismi. Sahih Bukhari'de var. Abu Davud mu rivayet kılan? Ve kharaca aydan an Mucemma' ibn Haritha el-Ansari radıyallahu anh misla kavli Abi Hanife. Yani Abu Davud yana Mucemma' ibn Haritha'dan bir hadis rivayet kılan. Bunda Abu Hanife'nin digen bu iş kelgen bunda. Sahman lil faris. Sahmun li rakibihi ve sahmun li farasidir. Demek bir yerde şikayeti kelib qolgandek ahvol. Endi qiyos jo desa, o'sha Ibn Umarning sayyidisi qarshi kelib qolgan qiyos jo desa, fa wa yakuna sahmul farasi akbara min sahmil insan. Bu atning hisse nesivisi insonning nesivisidan cho'ngib ketamdi. Bu at tusa, bu inson tusa. Bu tuvan bo'lish kerak yo tang bo'lish kerak demoqchi. Abu Hanifa'ning. Abu Hanifa qattiq insonparvar. Faqih bo'lg'achqa insonning sha'nini ko'tarib bu hayvondan tuvan qilmaslik kerak demoqchi. هذا الذي اعتمده أبو حنيفة في ترجيح الحديث الموافق لهذا القياس. Demek Abu Hanifa'm da hadisini şundan çöğürtüp kıyaslamesine altı yok. Hadis bilan yani bir hadis var zid kelib qoldi demoqchi. Nima uchun hadisni olmaysan? Hadisni oldayan desa, ma qiyas bilan texmo kuchli bo'lib ketdi hadis deb, yana hadisga islar qildi. Bunda tushunsa. Ve hadal qiyas laysa bir şey. Hamda İmam İbn Rushd tercih qilyapti. Abu Hanifa'ning qiyasi nol gitang deydi. Hech nima emas bu. Lianna sahmal faras innama istahaqqahu al-insanu alladhi huwa al-farisu bil faras. Chunki atning nesivisini asho igisi, chavandaz palvon, at bo'lganlik uchun undan olgan deydi. Demak, atning ulushini, nesivisini, ya'ni inson oldi buni. Lekin şu atning roli o'g'achqa olganda, hozir atning rolini belgilash kerak bu. İnson bilan atning qasi, izzatli qasi, hurmatli degan gap emas edi. Va g'ayr ba'id an yakuna ta'thirul farisi bil farasi fil harb 3 adaf ta'thir ar-rajila. Endi bu yerda atliq jangchining at bilan qiga urushining ta'siri piyoda odamning ko'rsatgan tirishchiligining ta'siridan 3 yassa ortiq bo'lishi ijroq emas bu deydi. Mana hadis Ibn Umar asbat, ya'ni uning ustiga taqama ikki hadisni selishtirsa, Ibn Umarning hadisi aning qaragan sahihrak, chunki muttafaqun alayhi hadis ma. Demak, ma hozir jumhurning qarashini tarjih qildi. Wa amma ma yajuzu lil mujahidi an ya'khudha min al-ghanimati qabla al-qasm. Ana mujahid ag'an o'ljini masalan daqa bijaga tushib hadu qilib, uni musulmonni o'ljagan to'xtab qo'ldagi g'animatlarni ambachiga topshirib, unda qimmatda yo'lda ketyotdi yo shu jang asnosida. Shu qo'lga tushgan narsani g'animatdan, dushmanning qo'lidan musulmonning qo'liga o'tgan narsani qanchalik narsani, nimalarni foydalansa bo'ladi deydi. Biz tamoqosi yigashtiramda qo'zqatsa, masalan. Fa innal muslimina ittafaqu ala tahrim al-ghulul. Al-ghulul yani. Müslümanlar ganimetten uğurluğulaş, iliviliş haram da buna ittifak geldi. Lima thebata fi zalika an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hakta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den müşunda enek seyyadis kagellik şu yani. Misli kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem eddil khaita vel mikhyata. Yani seyyadis tabta thebata tabta ameliyatta bu thebata diyen hadis emas bu. Thebata desem kitapta
ya beklam sahin deydi ya Bukhari Müslim'de ya her ikkilisinde. İkisinin birisinde ya her ikilisi kelgen boz tabata deydi. Lekin bu yerda İbn Abdülbar'dan şu tabata degan sözünü shunda naql qilib deb qo'ygan. Bu odatda İmam Malik mursal rivoyat qilgan hadis ma. Bu tabata deyilmaydi odatda. قال الهيثمي ولم أجد من وثقها ولا munqati yoki mursal bu. Addil khaita yoki al khayta desak bo'ldi. Ba'zi rivoyatda khayta kelgan. Wal makhyata ya'ni jip bo'lsin, jin bo'lsin, topshir. Fa inna topshir chunki al g'ulul, chunki g'animatdan o'g'irlanish degan topshirmaslik ar numus deydi. Va shanar rasvochilik, ayb degan gap. Ala ahli yawmal qiyamah. Demak bu qiyomat kunida shunda qilgan kishilarga nisbatan ar numus rasvochilikdan iboratdir dedi. Bu qachon degansiz desak, Hunayn g'azitidan qaytgan chaqda degansiz. Mushin degan chaqda undan sabildan bir rusqa bor, diqqat qilmay qoldim desa, voy unda olsa menda ikki kashfatda g'animatda ilvagan desa, shirakani minnar. Bu o'tdan ikki kashdan iborat bo'l. Yana bir hadisda Rasulullohning bir xizmatchisi bo'lib Ma'badma bu bir otni to'qib ya to'qim atib qilib olsa bir yovuqdan biskilib o'lib ketgan. O'lib ketgan, ya'ni Allohu shahada deb sahobalar tabriklik o'ltirgan. Tabriklik o'ltirganiga Rasululloh undamas. Inna shamla allati istamalaha la tashta'alu alayhi naran. Bu o'g'ilgan bir tondek binasi bo'lish mumkin. Shamla degan bunda adam purkindigan bir purkanidek ton. Bu shu ot kuyatidi bu. Ash kuydirotidi. Shu o'tida azobni o'tidi degandek bir hadis. Çünkü andalımdan birde el optikanda bu. İla gayri dalga min al-athar al-waridati fi hadha al-bab. Muşun o'xshagan ko'p hadislar bor demakchi. Demak bu g'ululning haromligini isbotlaydi bu hadislar umuman. Davud Sajimka şu demakchi bo'lgan jonda men olacağım shuni cho'qim topshirib topshirmas. Undan keyin bilish kerak. Qolmash kerak. Yeni hech nima el olmay, ama qo'sqon chiqib qopti, tamoq qosidan, suv ishdan. Ya mevcut olsa maqlidan yoki benzin bo'lsa mashinani quyda olmasdan, ha? İşletiş şu. Ya tomib ketsan chapan bo'lmas kelib turdi. Lekin ha qani g'animatni topshiringlar deb nima qilgan chaqda ambachiga kelib meni topshirgan. El olmay uni. Hammani topshirgan. Jip jinidan tortib demakchi. Bu muballig'mi? Jip jinni qadar narsa nima? Benzinda bir narsani quysini qayta olmaydi, buni qadar. Yani mesela bir ton benzin olgan bo'lsa, keyin uyga qaytgan chaqda motorimni qo'yaman da, uni topshirgan gap. Motor qo'yib ishlatib, buni ko'ydirib olgan bo'lsa mayli. Lekin shu jamoadan masalan motorlar yo mashinalar bo'lsa, aniq qo'ysa. Ha, ishlatib turgan gap. O g'animatdan azroq qislamdi yoki keyin. Yo'q, u manchak ishlatibsa, sen mana nisyon manchak tutib olamiz demaydi. U hamda kechiritilgan narsa. Vaqtalafu fi ibahati at-ta'ami lil-ghuzati. Masalan, tamoq ekan. Tamoq o'ljabdi. O'ljagan ekan, bu tamoqni al yaptus bo'lamdi. Ya'ni g'animatni rasmiy topshirgan vaqt kelib, uni topshiriq qilib qo'yish qo'lda bog'lamda. Shundan bir soatda samsa ekan masalan. Ya tavuz ekan, ya go'sht ekan, ya kebab ekan, buni yegash tusi bo'lamdi demakchi. Ya non masalan. Madamu fi ardil ghazw. Mana jang maydonida shu urush bo'layotgan zaminda bo'lgan holatda qaytmagan bo'lsa, ya'ni o'ljin topshirdiga ya qaytmaydiga bo'lar. Bu chaqda yesimaydimi deb. Fa bahadalga jumhur. Ko'pchilik olimlar yapisi bo'ldi chaqda. Va mana min zalik qawmun. Bir guruh olimlar yo'q bo'lmaydi. Va huwa madhab Ibn Shihab. Faqat Ibn Shihablar yolg'iz chiqibdi. Bunda. Bütün olimlar tamoqni yesi bo'ldi debdi. Ya Ibn Shihab, Muslim Ibn Shihab az-Zuhri. Ba'zida Ibn Shihab deb qildi. Ba'zi Zuhri deb qildi. İkisi bir şeyden. Katta tabi'i yamdı bu. Nurg'un hadis rivoyat qilgan katta olim. والسبب في اختلافهم معارضة الآثار التي جاءت في تحريم الغلول للآثار الواردة في إباحة أكل الطعام من حديث ابن عمر وابن المغفل وحديث ابن أبي أوفى رضي الله عنهم. مش sahabdan kelgan tamaqis buldu degan ruxsat qilgan hadisga yana bir zikr qilgan hadis bor edi. Shuni tanlashtasiz. فمن خصص أحاديث تحريم الغلول بهذه
g'ululni tahrim qilgan, harom qilgan hadislarni ma yana bir hadis bilan taxsis qilib olsa, shu 3 sahoba rivoyat qilgan hadis bilan taxsis qilib olsa, ya'ni sen g'animatni ilib olsang bo'lmaydi degan hadislar to'g'ri. Bundan yeb tursang bo'ldi degan bilan taxsis qilsa, yeginingdan boshqani demakchi. Ajaza aklat ta'ami lil g'uza. G'azilar tamoqni yeb tursa mayli deb joiz deb qaradi. Va man rajjah hadis tahrim al-ghulul. Yo'q. G'animatunda ilib yivasa haramte degan uni bakrak oldin o'rinda qo'yganlar. Lam yujid zalik. Joiz emas, ya'ni yesam joiz emas debdi. Ibn Shahab az-Zuhri. Ve hadis ibn Mughaffal qaysi desa va qala asabtu jarab shahmin yawm Khaybar. Men Xaybar kuni Xaybardanmi Xaybarni qorshab turdiga musulmonlar. Qorshab olgan chaqda qo'rg'on ustidan bir spokkida bir may qachilangan shahm degan shu hayvonning mayini ko'ydirgan masalan, yog' deyli. Qo'y yig'i deymiz masalan. Qo'y yig'i qachilangan bir xurum oyoqdek binasida. Bu jarab degan endi ozuqchilik ilib olgan safarda kichik bir xaltada tulumga yaqin binasi. Tulum emas lekin bir qachida ekandan. Hojin emasmi? Bunda bir safarda odatda unda bir 3 qavat olgan bir kichik xaltadek binasi. Lekin teridan xurumdan yasalgan. Shu bir ayında bir xaltada, xurum xaltada qo'y meyaga erishdim deydi, ha? Faqultu la u'ti minhu shay'an. Bu anda nimadan shunda sangilibdi qurg'ondan. Yoki pakat tashlabdi, yugurib saklab berib bilan gach ilib bilan hech kim bo'lmayman deb tutibdi-da. Faltafat shunda qarasam fa iza Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yatabassam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kulib tabassum qilib turibdi ekan. So'ng baxijlo ketdi degan. Buning aloqa nimasidan? Favqulodda nimaga erismanligidan Rasululloh kulib ketdi. Tabassum qilgan ekan, bu andan Rasulullohning qarab turgandan xijlab ketgan. Faltafattu. Shunda burilib qarasam, Rasululloh turg'idak xijlab ketdi. Hozir men yerda dalil qilgan joy tamoq. Tamoq olgan ekan, uni inson o'qiz mayli. O xaltam donda bak şu yo'g'on xalta emas, bunda bir kishlik, bir ikki vaqtlik tamoq yeydigan bir binasin jarab degan. Safarga oldigan. Bu muttafaqun alayhi hadis edi. Va hadisu ibn Abi Awfa radhiyallohu anhuma qala kunna nusibu fi magazin al-asal wal-'inaba fa na'kuluhu wa la nadfa'uhu wa la narfa'uhu. Ya bu asli madisa o'zi xatolik qilibdi. Bu hadis ibn Umar ma'u. Hadis ibn Umar bu Buxoriyga hadis ma'u. Qala kunna nusibu fi magazin al-asal wal-'inab fa na'kuluhu wa la narfa'uhu. Tuzqan narfa'uhu deb. Narfa'u desam to'g'ri chiqadi. Yani uni topshirmaydiq demakchi. Narfa'u deganmi shu qo'mondonga topshirmaydiq degan. Lekin rivoyat kelgani narfa'u Buxoriyda keladi. Xarajo aydan al-Buxoriy debdi. Ha Buxoriyda bor. Lekin bu ibn Abi Awfa emas, ibn Umar din kelgan rivoyat. Ibn Abi Awfaning cho ibn Abi Awfaningni hozir akamida. Chunki xato akam qo'ygan ekan. Bu yerda hozir Abdulloh ibn Mughaffalningni akeldi. Ibn Umarning musho hozir degani. Hamda ibn Abi Awfa deganingni bu yerda akamay qoldi. Xato akam qo'yganlikda. Ibn Abi Awfaning hadisi Buxoriyda kelgan hadis. Asabatni majaa layali Khaybar falamma kana yawm Khaybar waqa'na fil humr al-ahliya. Xaybar g'azoti bo'lgan chaqda kechini qo'saq ichib ketib, axira ishan tutvaga eshaklarni ahli eshakka shu insonlar beqab boshi bina yuk taq to'shtirgan osh eshakni tutib bo'g'izliq deydi. Bo'g'izda toza qozonni qaynatib, toza sho'rpini silib, toza no'qib tursak, uni jakachidan bir zakalab humr al-ahliyani manla qozonni dumkum turatanlar deb to'ldi deydi. Ya'ni bu eshak go'shtini hargiz yepsanmanglar, qozonni dumkum turinglar. Demak, ba'zilar tahlil qilishicha bu shu g'animat deb topshirmaylar, uni endi taqsim qilinishdan ilgari bo'g'izlab bilan qozonni tiqqanlikdan shunga jazolashishimizdan bunda qilgan deb qaralgan. Ba'zilar tahlil. Bunda qo'pasi halol demakmi? Ya shu chaqda halolda endi. Humrul ahliya halolda. Keyin anda harom qilindi. Mutavlan humrul ahliya. Payg'ambar davrida sahobalarni o'sha ko'rsatdi. Aytdi burun. Keyin unda harom qilingan.
Demek Abdullah Ebi Avfa radıyallahu anhumanın hadisi muşam. Bukhari'deki hadis. Yani muş üç hadiste mana tamak yiyiş meselesi geldi şuna ama. Ligandım ma Abdullah ibn Ebi Avfa'nın hadisi tamak yiyişine çekleş meselesi var mana. Dağılırken şu ganimetten insan bulmaydı diyen mezmunun çıkıp kalır. Çünkü kazan dümküm turat dedi. Sen ilgili kopsan hiçbir ruhsat kılmadan. İmanla dedi. وَاخْتَلَفُوا فِي عُقُبَةِ الْغَالِ Hem de ganimetten bir nas uğulvagan kişi, ilvagan kişinin ki cezası nima deb bunun talaşlar çıkıldı. فَقَالَ قَوْمٌ يُحَرَّقُ رَحْلُهُ Jüktakları deyle köydürütüldü. Ağan olursa emas. Olcun şunun işi bağında. Yani şu olcunlamamas onun özünün bağ jüktaklarını hemen cezalap onu köydürütüldü depti. وَقَالَ بَعْضُمْ لَيْسَ لَهُ عِقَابٌ إِلَّا التَّعْزِيرِ Bazılar bunun tazirden başka ceza yok. Tazir diyen imam, kumandan, üze muvaffak bir ceza bir doğru diyen gepti. Yani yuharrak rahlu diyen karıştıkla Hasan Basri, Evza'i, İmam Ahmed'nin bir karışıken. Yani ağır ceza alınırken. Köpçülük alimler cumhur tazir kılınmaz depti. Tazir diyen de yengillerek lekin muvaffak qanday şekilde ceza alsa kumandan yoki şu nimedeki qazi şuna cezalaydı demek. Her birdeki qazi. Ve sebep ihtilafuhum fi tashih hadis Salih ibn Muhammed ibn Zaide an Salim an ibn Umar radıyallahu anhu ennehu qala sallallahu aleyhi ve sellem men galla fa ahriqu mata'ahu. Bu hadiste kim ki ganimetin uğulaydiken yoki elib oldiken onun jüktaklarını köydürütünler deb buyurgan. Lekin bu hadisni İmam Ahmad ve başkaları rivayet qilgan bo'lsa-mu, Tirmizi mesela, Abu Davud deganda aciz deb qaralibdi. Aciz degan bo'lg'achqa jumhur bu hadisni olmabdi. İmam Ahmad, Avza'i, Hasan Basri'lar bu hadisni olmaz deb İmam Ahmadning qarashida aciz hadis odatda hisoblangan bo'lg'achqa bu hadisni olibdi. Bu bir xil jazo ekanimdi. Yani ta'zir desek ta'zirdan ishida balki tahriqul mata' ta'zirda kirib ketadi. Shuning bir turi ham. Tahriqul mata'dan boshqacha, yani tasdaq ish qiladigan, ya 5 taraf urutilgan, unda jazolisi ya 5 kun so'lab qo'ydigan masalan. Bu bir xil ta'zir. Demak, jumhurning unda jazo doirasini kam qo'yib qo'yibdi. Avval bu hadisdan eslab shuni tutibdi. Chaychi bo'lsinmi? Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.